Abdulloh domla ahli sunna val jamoani bugungi kundagi peshqadam ulamolaridan. Bu kishini Alloh subhanahu va taolo bu ummatga ne'mat qilib bergan. Bu odamni bilmagan musulmon ko'r bo'ladi. Bu odam qilgan xizmatni 40 millionlik o'zbek musulmonlariga, o'zbek zabon musulmonlariga qilgan xizmatini boshqa odamning umri yetarli darajada qila olmaydi. Alloh taolo bu kishiga barakot berdi. Ko'p xizmat, juda ko'p odamning islomni tanishiga xizmat qildi bu odam. Shuni endi ya'ni mashhur bo'lib ketganligi uchun, qilgan jinoyatiga mana shu domlani eshityapman degani uchun biroz yomonotliq bo'lishlikka sabab bo'lib qoldi boshida. Lekin inshaalloh hozir ancha o'rniga tushdi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Qirg'izistonlik Abdulloh domla hozirgi kundagi internet sahifalarida o'zbek zabon ahli ilmlarining ichida eng mashhurlaridan birlari. Shu bilan birgalikda bu domla, bu ahli ilm o'zlarining ahli sunnah val jamoa ekanliklari, Maturidiyya e'tiqodida ekanliklari va fiqhiy mazhablarda esa Hanafiy ekanliklarini nihoyatda oshkora e'lon qilgan katta buyuk olimlardan birlari. Bu kishini xususan mazhab to'g'risidagi, ahli sunna va jamoa e'tiqodi to'g'risidagi va mana shu mazhablarga qarshi kurashayotgan ba'zi bir fitnachi ahli ilmlarga nisbatan berayotgan raddiyalari, aytayotgan, yetkazayotgan ma'lumotlari to'g'risidagi ma'ruzalarini eshitish nihoyatda maqsadga muvofiq. Abdulloh domla haqiqatan ham ko'pchilik o'sha o'zbek zabon mo'min musulmonlarni ko'ngillarini zabt etgan ahli ilmlardan birlari. Ularning ma'ruzalari juda ham foydali deb bilamiz. Ko'pchilik eshitishlari kerak. Xususan oxirgi davrlarda bu Abdulloh domla o'sha Sodiq Samarqandiy bo'lsin, yoki Abdulloh Zufar bo'lsin, yoki Yusuf Davron bo'lsin, fitnachi, bemazhab, tinchgina ibodat qilib yurgan mo'min musulmonlarning o'rtasida tafriqabozlik, guruhbozlik va jamoabozlikni keltirib chiqarishga harakat qilayotgan bemazhablarga qarshi juda ham yaxshi, samaralik, sermazmun bir suhbatlarni e'lon qilyaptilarki, ana shunday suhbatlarni eshitiladigan bo'lsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu xalqimiz